Onam 65-yillar, shu yil 60ga to'ldilar, Xudoga shukr. Quloqlari eshitmasdi bittasi. Apparat bilan eshitardilar. Keyin tiklanmaydi, nervlari tiklanmaydi degandan keyin apparat qo'yardilar, olardilar, qo'yardilar, eshitmasdilar apparatsiz. Keyin lecheniya olishni boshladik chanshidan 2 oydan keyin o'sha apparatni tashladilar, apparatsiz eshitishni boshladilar. Lekin tiklanmaydi deganda Rossiyaga ham borgandik, Toshkentga ham borgandik. Tiklanmaydi nervlari deganda. Operatsiya qilgan chunki Anaqa qotib qolgan qonni olish uchun prujinkaday narsa chiqib qo'ygan. Bu operatsiya slуховой emas u. Shu dorilardan keyin apparat qo'yishni to'xtatdilar. nima ichdilar? Ko'rsatib bera olasizmi? Детский kalsiy, Tepada. детский kalsiy, keyin sink, mozgovой kalsiy, kardioseps, selebniy kapsula. Birinchi spirulina bilan fruktozani ichadi. Hammasi bularni ham qo'shdilar-da, fruktozan bilan spirulinani ham qo'shdilar. Hozir yaxshilar. 4-oy o'qishgan ishlar. Qoldirmayman deydi. Apparatni o'zi Yo'q, ishlatmayaptilar. apparat umuman ishlatmaydi. Yaxshi. Rezultat qancha vaqtga bilindi? 2 oylik. Молодец. Alloh shifo komil bersin.